Shunday qarab oladimi? Assalomu alaykum. Kelinglar, nima xizmat? Ichki ishlarning yashil formasidan bormi? Ha, bor. Keling. Mana aka, siz so'ragan formadan sizni razmeringiz bemalol razdevkada kiyib ko'rishingiz mumkin. Aka, siz kiyib turmang, hozir men narxini so'rab kelaman. Aka, formangizni narxi qancha aka? Komplekti 500 ming aka. Unda o'zimnikini ham qo'shib betaman. Siz indamay olib qo'ying, keyin gaplashamiz, xo'p? Qalay, yaxshi turdimi? Shu zo'r. Men sizga bilasiz, yomon narsa tavsiya qilmayman. Mana shu komplekti 1 million ekan. O'zingiz to'lab chiqasiz, mashinada bo'laman, xo'p? Aka, mana puli. Aka, ortiqcha pul beryapsiz. Qanaqasiga? Ukam 1 million degandi. Bizning do'konda hamma narsa arzon sotiladi. Siz so'ragan komplektdan 500 ming. Aka, oldingizmi? O'zingni jigaringdan ham pul ishlaysanmi? Iflos. Pul jigardan aziz desa, ishonmas edi. Mana endi ishondim.